أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa al-allama al-muhaqqiq al-mufassir al-imam Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah yozgan Tafsirul Jalalayn nomli tafsirining Alloh azza va jallaning Baqara surasidagi Baqara surasining 190 oyatidagi kavliga keldik. Xo'sh, Alloh azza va jalla bu oyat kalimada deydiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah azze ve celle deydi ki, Allah yolida sizler bilen urushqanlarga karşı urush qilinglar ve tecavüz qilmanglar. Yani sizler urushni başlamanglar. Şüphesiz ki Allah Teala tecavüzçilarni yaxshi ko'rmaydi. Yani tecavüzçilarga Allah Teala merhamet kılmaydı, sevap vermeydi. Şimdi Musannif rahimahullah üzünün Nubabun Nukul fi Esbabun Nuzul namı kitabında Allah Teala'nın ki ve katilu fi sebilillah diyen ayetinin ki ahirce nazil olan yani Bakara Suresi'nin 190. ayetinin sebebini bayan kılıp dedi ki Vahidi kelbinin yoludun Ebi Salih'tin rivayet kılıp Ebi Salih İbn Abbas radıyallahu anh rivayet kılıp şundan çıkagan ki İbn Abbas radıyallahu anh'u mundak degen. Bu ayet kelime Hüdeybiye sulhisi hakkında nazil bolgandır. Ana şu yani Hüdeybiye sulhisi hakkında nazil bolgan bu ayet kelimenin ahvalı bolsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye kiriştin tuslab qalgan vaqtida Peygamber sallam Kabe'ye kirishni tuslab qalgan, ondan keyin mushriklar bilan kilayli qaytib keldiganga sulh tuzishgan vaqtida ondan keyin kilayli bo'lib Peygamber alayhisalom va ashablari qazo umr qilishga tayyor bo'lgan vaqtida ular Qurayshning ashu va'dasiga vafo qilmasligidan ansirab qolgan. Ya'ni qanday qilib vafo qilmasligidan, ya'ni Masjidil Haromga kirishidan, tusib olishidan, ular bilan urush qilishidan ansirgan. Ularni qo'rqib ansirganmi yo'q, balki Payg'ambar sahobalari ular bilan urush harom qilingan oyda haramda urush bo'lib qolishidan ansirgan dedi. Allah azze ve celle şu ayet kelimini şu azizge vaxtıda, şunda bu vaxtıda Allah Teala bu ayet kelimini nazil qilgan edi. İbn Cerir Tabari rahimahullah Qatada rahimahullah'dan rivayet qilib chiqqanki Qatada mundaq degan: Peygamber aleyhisselam ve ashabları ömür qilgan holatda Zilqa'da oyida keldi. Ömür qilgan holatda Zilqa'da oyida keldi. Chunki Zilqa'da urush harom qilingan oylardan biri. Ve ma'humul hadi ula velem billah hediye var idi. Hatta bula takip bula şu Hüdeybiye degen joyda bo'ldi. Hüdeybiye degen Mekke'til Mukerreme'ye yakın hazırkı şu mevsimdeki onu şu etrafla. Hüdeybiye degen joyga keldi. Mekke Mukerreme'ye en yakın yerga. Müşriklar ularni tusib oldi. Peygamber Aleyhisselam ular bilan sülü tüştü. Yani Peygamber bu yıl qaytib ketadiganга
Andan kelar yili qaytib enib keldiganга. Kelar yili suyutishdi. Kelar yili bo'lib edi, Payg'ambar alayhisalom ashablari bilan Makkaga oldini qildi. Hatta ular taki ular Makkaga umr qilgan holatda Zilqa'da oyida kirdi. Makkada 3 kun turdi. Mushriklar Payg'ambar alayhisalomni shu birinchi qatim kelgan vaqtida kiyini qo'ymay qaytirib o'tganiga qattiq po etishib, haqorat qilishib, faqir qilishib, ko'z qilishib shundoq yurgan edi. Alloh taolo ularni qisos etmadi. Payg'ambar alayhisalomni Makkaga shu uni yondirayotgan oyda kirgizib berdi. Alloh taolo ash-shahrul haramu bish-shahril haram vel hurumatu qisas degan oyatni nozil qildi. Hamda musannif rahimahulloh o'ziniki tafsirida, bu oyat karimaning tafsirida dediki, Payg'ambar alayhisalom Ka'baga kirishdan Hudaybiya yilisi to'silib qolgan kofirlar bilan kelar yili qaytib keldiganga sulh tuzishgan va kofirlar Payg'ambar alayhisalom Makkani 3 kun bekorlab berdigan. Hamda Payg'ambar alayhisalom kelar yili qazo umr qilishdan tayyorlangan va sahobalar Qurayshning gapida turmay sahobalar bilan urushidan ansirgan va musulmonlar bu urushni haramda, ihromda va urush harom qilingan oyda yuz berib qilishidan ansirab shuning uchun yomon ko'rgan. Shunda bir vaqtida nazala degan tuvandagi oyat nozil bo'ldi. Yuqoridagi hamma lammoniki sidislar qo'shib hammaning javobi nazala. Bunda bo'lgan vaqtida nima tushdi? Tuvandagi oyat nozil bo'ldi deydi. Bu qaysi vaqalik desa, bu Hudaybiya sulhisi. Hudaybiya sulhisidagi bu vaqalik qachon bo'lgan? Hijratning 6-yili. Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilib 6 yil bo'lgandan keyin hijratning 6-yili Payg'ambar alayhisalom barliq sahobalarni olib Makkatul Mukarramaga umra faoliyatini ado qilib ketish uchun yo'lga chiqdi. Nima uchun Payg'ambar alayhisalom bu yerda haj qilishga yo'lga chiqmay umriga yo'lga chiqdi desa, chunki u chaqdagi haj oyati farz bo'lmagan edi. Haj qilish farz bo'lmagan vaqt edi. Undan keyin Payg'ambar alayhisalom shu vaqtda ya'ni Zilqa'da oyida bo'lgan edi. Zilqa'da oyida. Chunki Zilqa'da urush harom qilingan oylarning biri. Zilhaj, Zilqa'da, Muharram, Rajab degan 4 oy urush qilish harom qilingan oy. Mana shu oyda yo'lga chiqdi. Undan keyin Payg'ambar alayhisalom shu Hudaybiya degan hozirgi shu Makkaga yaqin ya Shumaysi degan yani atrofida ishada. Ashakili Payg'ambar alayhisalom chiddiklab tushdi. Tushgandan keyin shu Makkaniki haram tashlab haram zatiga chiqib Payg'ambar alayhisalom toshlarni etib, o'q etib qarshilik qildi. Qarshilik qilgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom shu yerda to'xtab Osmon roziyallohu anhuni Makkaga kirgizdi. Bizniki urush qilish niyatimiz yo'q. Bizning niyatimiz umr qilish, faqat umr faoliyatini qilish deganni bildirish uchun Osmon roziyallohu anhuni kirgizdi. Chunki Osmon roziyallohu anhu nayt yuz obro'liq zotida ularniki nazarda shu vaqtda man. Osmon roziyallohu anhu kirib ketib, chiqmadi. Chiqmagandan keyin bir zamondan keyin Osmon roziyallohu anhu o'ldirilganlik xabari yetdi Payg'ambar alayhisalomga. Shu amon Payg'ambar alayhisalom haliqi Bay'atul Ridvan degan haliqi daraxtning ostida hamma sahobalarni yig'ib, sahobalar soni 1400 sahoba edi. Hamma sahobalarni yig'ib shu o't kirsam o'tangmil o't kirdiganga, suv kirsam sen suv kirdiganga, Payg'ambar bilan millatda adoq qichi jang qildiganga shu mazmunda Payg'ambar alayhisalom sahobalardan bir bay'at oldi. Shu Bay'atul Ridvan daraxtining ostida. Bay'at olib ular urush rasmiy endi Osmonni shahid qilib o'tgan bo'lsa, biz qisosni olamiz deb rasmiy urushga tayyorlab turgan vaqtida Qurayshlarniki elchisi keldi. Elchisi kelib, ondan Osmon roziyallohu anhu'niki o'ltirmaganligini,
Lekin sulh tuzish uchun kelganligini so'zladi. Ana sulh tuzish nima so'zlaganligini sizlar bu yil qaytib ketasizlar. Sizlar bu yil qaytib ketasizlar. Kelar yili kelib 3 kun turasizlar. Biz 3 kun Kabe'ni sizlarga vakolat beramiz. 3 kun. 3 kundan keyin chiqib ketasizlar. Deb yana bu arada bir muncha anaqa adil bo'lmagan shartlarni qo'ydi bular. Adil bo'lmagan shartlarni, endi bu shartlarning ichida masalan bizdan kim musulmon bo'lib sizlardan musulmon bo'lib, ya'ni bizdan musulmon bo'lib sizlar ketganlarni bizga qaytarib bersizlar. Sizlardan iymondan yana o'lib bizga kelganlarni biz sizlarga qaytarib bermaymiz. Degan shunday shartlarni qo'ydi. Payg'ambar alayhisalom hammaga ishlab turib, sabr qilib bu shartlar qo'shildi. 10 yillik sulh tuzildi. Hijratning 6-yili. 10 yillik sulh tuzishdi. Undan keyin Payg'ambar alayhisalom deganda kelayli shu vaqtida Payg'ambar alayhisalom 1-yili hadiyalarni olib kelgan edi, umr qilib kelgan hadiyalarni haramga kelgan odamniki desab kelgan bir hadiyalarni qo'y, kola, tugilarni olib kelish bir sunnat ham. Ondan Payg'ambar alayhisalom bular o'zlarining hadiyalarni olib kelgan edi. Ashada Hudaybiya degan yerda shu maysini yaqinida Ashad bilan bo'g'izladi Payg'ambar. Hamma Hudaybiyalarni shu yerda bo'g'izlab çarşlarını şu yerde çötüp ihramını şu yerde çıkarttıkken dedi. Kilayeli kılınan ömrüne bataldı kaza ömrü. Yani şu yıl kılanmayan ömrünün oyunuğa kılındığın ömrü. Dep ataldı. Peygamber kilayeli kilip hicretin ettiğince şu ömrülerini ada kılıp ketti. Ömrülerini ada kılıp ketti. Onundaki Kureyşlikler ahdede tutmadı. Ahdini tutmay, vədini buzdu. Sülhini başta Kureyşler buzdu. Buzgandan keyin Allah Azze ve Celle'nin Amr Peygamber Aleyhisselam ki hicretin 8. yılı kelip ondan sahabe nur olan çoğun qo'shin to'plab kelib Mekkeni hicretin 8. yılı Peygamber Aleyhisselam fethi qildi. Mana. Endi şu Hudaybiya sulhisi şu g'albining cho'ng bir oldini ala bir signaliydi. G'albining signaliydi. Hudaybiya sulhisi g'albining signaliydi. Çünkü Allah Teala müfessirler dedi ki Allah Teala'nın inna fetahna leke fethan mubina degan kavli Hudaybiya sulhisi hakkında nazil bo'lgan edi deydi. Hudaybiya sulhisida ameliyatı bir urush bo'lgan emas. Payg'ambar sallallohu bir g'albi bo'lgan emas lekin Qurayshliklar eng dastlab qatim Payg'ambar sallallohu bilan tinchlik to'xtamni tuzishgan. Qanday chog'da sulh tuzishdi? Qanday chog'da urush qilmay to'xtaydi? İnsanlar yani bizni ojiz kelgan vaqtida, kuchi bir az xo'rab, ko'ngliga qo'rqinch tushgan vaqtida sulh tuzishdi. Anda şimdi bu g'albining bir oldini olib bisharati edi. Xuddi hozirgi masalan Falastinda hozir Isroillar 16 ay urush ichib Falastinga oxir bo'lmaymiz tinch to'xtamni tuzdi-ku. Bu tinch to'xtamining uzumi nimaning g'albining bir bisharati. Mana bunda bo'lgan vaqtida musulmonlar endi uyda yenib ketdimi shu Hudaybiyada Payg'ambar alayhisalom yenib ketib musulmonlar kilayli kelishi ya'ni Zilqa'da kilayli shu vaqtda o'tiladi. Zilqa'da o'shan qilingan ay shu oyda kelsa ya'ni Qurayshliklar Makkaga davomli kafir deganda ahdi yo'q. Kafir degan davomli va'da tutmaydi. Yine va'dasini buzamdikan deb musulmonlar ansirab biz basak urush haram qilingan oyda bor ekanmiz. Haramda tek urush haram qilingan ikki qo'sh. Bizda ihramda bir chumini o'tirish haram. 3 xil ish mida birikkan vaqtimizda bilan urush o'tirmaymiz deb endi ansirishib qattiq ko'ngligi g'ash deb qolgan vaqtida Allah Azze ve Celle şu ayet-i kerime nazil qildi. Yani وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ayetin ahirgacha muşu mesele hakkında nazil bo'lgan ayetler. Yani Allah Teala dedi ki Allah yolunda urush qilinglar. Musannif Allah yolunda urush qilishganini nimda tafsir qiladi bizga? Ay li'la'i dinihi. Allah'ning dinini üstün qilish uchun urush qilinglar. Allah yolunda urush qilish deganda urush, ya'ni Allah'ning dinini üstün qilish. Payg'ambar sallallohu so'g'anda eng afzal jihat qaysi deganda Allah yolunda bo'lgan jihat qaysi deganda Payg'ambar sallallohu Allah'ning kelimesi
üstün bolsun deb qilingan jihat, Alloh yo'lida qilingan jihat deb Payg'ambar o'zi tafsir qilib bergan. Shunga oyatni eng yaxshi tafsirlaydigan o'rgan qaysi? Tafsir hadis. Musannaf shu bo'yicha nima deyotdi? Ya'ni Allohning yo'lida degan, Allohning yo'lida urush qilgan degan, ya'ni Allohning dinini, ya'ni islom dinini üstün qilish uchun, ya'ni boshqa bir maqsadlar emas, asosiy maqsad jihatini bilish kerak. Allohning dinini, Allohning kalimasini, Allohning kitobini üstün qilish bo'lish kerak. Allohning shariatini üstün qilish bo'lish kerak. Eng asosiy manfaat, asosiy nuqta, asosiy maqsad, asosiy nishon shu bo'lish kerak. Shu chaqda bu qilingan jang Alloh yo'lida bo'ladi. Qilingan shu yo'lda shahid bo'lganlarga ahiratdagi shahidlarning katta martabasi beriladi va maqsadga yetadi. Ellezine yuqatilunakum, yani Allah yo'lida, yani Allohning dinini üstün qilish uchun sizlarga qarshi urush ochqanlarga urush qilinglar. Yani sizlar bilan urush qilganlar sizlarga qarshi bo'lsa kofirlar. Va la ta'tadu alayhim. Yani va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin. Yani va la ta'tadu, ta'tadu degan asmasi tajovuz qilmang degan bo'ldi. Tajovuz qilmanglar. Bu yerdagi ma'no musulmonlarga, yani tajovuz qilish degan, chunki tajovuz qilgan musulmon sifat emas. Musulmon degan tajovuzchi emas. Hech qachon musulmon tajovuz qilmaydi. Tajovuz qilmanglar degan bu yerdagi buning ma'nosi, ya'ni sizlar urushni boshlamanglar. Musannif ibn Davud va la ta'taduni, ya'ni alayhim va la ta'tadu alayhim bil ibtida'i bil qital. Chunki i'tada davomli ala bilan keladi i'tada degan. Shu yerdagi alayhim degan jar majrur ya'ni mahzuf deyotdi. Undan keyin ma'nosini, ya'ni ularga bil ibtida'i bil qital, jangni baldir boshlash bilan. Uli jang qilmasa siz uchakski berib jang boshlash bilan ularni o'qimanglar. Sizlar jangni boshlamanglar. İnnalloha la yuhibbul mu'tadin. Endi miyadiki mu'tadin ma'nosini tajovuzchi. Alloh taolo tajovuzchilarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni tajovuzchilarni yaxshi ko'rmaganligi ularni o'qmaydi, savob bermaydi. Shu musulmonlarga al-mutajavizina ma hudda lahum. Ularga to'xtatib bergan hajchilarni aqlab itib ketguchilarni, ya'ni tajovuzchilarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi degan bir qoida va qanday yerda Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi degan bir sifatdagi masalan Alloh taoloniki yaxshi ko'rish degan qanday gap, yaxshi ko'rish degan gap bir qalbniki, yurakning qarshi tarafga moyil bo'lishi, ashuniki ishtiyoqini kuyishi, pesh qilib kuyishi hamda. Nihoyatda shu amr qilib ketishi degandek. Ya'ni insonning sifatlari. Alloh taoloniki haqida qachon gap qolsa-chu, buni qanday qilamiz desa, Alloh taoloniki haqida insondagi sifatlar, Alloh taolo ularga kelmaydigan insonda bor bo'lgan sifatlar kelib qolsa, buni qanday aytamiz? Davomli sifatlar degan ikki xil bo'ladi. Biri sifatning boshlanish nuqtasi, yana biri natijasi, oxirlash nuqtasi. Sifatning boshlanish nuqtasi yaxshi ko'rish bo'lsa, buniki ilib boradigan oxirgi maqsadi nishoni bo'ladi. Ya'ni yaxshi ko'rgan odamiga nimasi bo'lsa, eng qimmatli narsalarni bilish, mukofotlash, qanday jismoniy, moddiy jihatni, har qanday jihatni shuni rozi qilish uchun shunga marhamat qilish degan ma'noni apirdi. Yaxshi ko'rgan odam shunday qiladigan gap. Endi shu Alloh taoloninki aqid gap qolsa, buni undan aytamiz, yaxshi ko'rishniki oxirgi bosqichi. Boshini to'xtatsa emas, balki Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi degan gap, ya'ni Alloh taolo ularga savob bermaydi degan bo'ldi emas. Ular marhamat qilmaydi degan bo'ldi. Alloh taolo tajovuzchilarga savob bermaydi, marhamat qilmaydi. Savob bermasdan bo'ladi, jazolaydi degan gap. Va hada mansukh, bu oyat kalima, ya'ni ularga jangni baldir boshlamanglar degan bu oyat kalima Baroat oyatidan amaldan qoldirilgandir. Baroat oyatiga sura Baroat, sura Tavbadagi va qatilul mushrikina kaffa faqtuluhum haythu taqiftumuhum degan shu oyatlar bilan nima? Amaldan qoldirilgan. Ya'ni mushriklar bilan umumyuzlik urush qilinglar. Mushriklarga hatto sizlar urush ochmasimi? Sizlar mushriklar umumyuzlik urush qilinglar degan oyat kalima bilan amaldan qoldirilgan. Islomning endi dastlabki bosqichida sizlar dastlabda urush boshlamanglar, urushni dastlab silashmanglar deb boshlangan. Aw bi qawlihi, amdi bu oyat kalima yoki Alloh taolaning vaqtuluhum haythu taqiftumuhum degan ikkinchi oyat, oyatning keyindagi oyat bilan amaldan qoldirilgandir. Bu taqimi eng muvofiqmish. Chunki oyatda fasl bo'lmagani eng bir oyatning amaldan qoldiruvchi bo'lishdiki, shartning eng kuchli bo'lgan shart nimasi? Oyat oqmoq kelsa, xuddi ro'za oyatidagidek birinchi kun oxirida kelgandek oqmoq kelsa,
amalning qoldirilganligining eng nimasi kuchli dalili bo'ladi. Allah Teala bir deydi ki vaqtuluhum hamda bu ikinci ayet kerimede deydi ki وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Allah Azze ve Celle bu ayet kerimede deydi ki ulanı tapqan yerde öldürünler. Ulanı sizlerini çıqırıp etken yerden çıqırıp etenler. Uladın boğan şirik sizlerin ulanı öldürgününladın mı qattiqroq cinayettir. Ular bilen Mescid-i Haram'ın qışıda ta ki ular sizler bilen uruşmuğuca uruş qılmanglar. Agar ular sizlar bilan Mescid-i Haramning qishida urush qilsa, sizlarmu ular bilan urushinglar. Kazalika jazaa'ul kafirin. Ya'ni o'ldirish va yurtdan chiqarib o'tish degan kofirlarning jazosidir. Kofirlarning jazosi ana shuningdekdir. Mana bu oyat karimaning tafsirida Musannif rahimahulloh deydiki vaqtuluhum haythu saqiftumuhum degan ya'ni saqiftumuhum degan Alloh taolaning qavli ma'nosi vajadtumuhum degan bo'ldi. Ya'ni ularni topgan yerda, ularni sizlar topgan yerda o'tiringlar degan bo'ldi. Endi bu topgan yerda o'tirish degan nima degan gap? Unda qanday kofir bo'lsa, ko'rgan yerda o'tiramdimiz desa, ya'ni bu oyat karimaning ma'nosi, ya'ni ular sizlarga urush ochganda, ular sizlarga urushni boshlab naq maydonda urush boshlanganda shu ko'rgan yerda avaylab o'tirmay o'tirib beringlar. Lekin urush boshlanmagan, urush qilinmagan holatda anda kelgan yerda bizni o'tirib bo'lmaydi. Shu musulmonlar kofirlar urush qilib turgan bunda mezgilda xuddi Falastin bilan İsrail urush turganda, urush ish turgan mezgilda anda ko'rgan yerda bir-birini ajratgan gap, tutgan gap, o'tirgan gap. Lekin anda tinchlik mezgilda, suyultirishgan mezgilda ko'rgan yerda o'tirishga bo'lmaydi. Ya'ni bu urush mezgilida, urushda, urush paytida shunda shu ekan. Va akhrijuhum min haythu akhrajukum. Ularni sizlarni chiqarib o'tgan yerdan chiqarib o'tanglar. Ya'ni Makkadan chiqarib o'tanglar. Ular sizlarni Makkadan qo'lab chiqarib o'tgan edi payg'ambar alayhisalom Makkatul Mukarramadan eng oxiri bulanmagan vaqtida hamma sahobalarni oldin olib ketib o'tib, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan bir kishi qochib ketgan edi. Madinatul Munawwaraga hijrat qilib. Shu mushkil Quraysh mushriklarning dastida. Ya'ni sizlarmu ular xuddi sizlarni chiqarib o'tgan o'xshash intiqom olib, sizlar ularni yurtdan edib chiqarib o'tanglar. Va qad fu'ila bihim zalika amal fathi. Ana shu ya'ni ularniki haydab chiqarilishi Makka fathi bo'lgan yilisi shuna qilindi ularga. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam nima qildi? Bu yil Kabe'de, haramda mushrik o'rni yo'q. Baytullahni yalang'och tavaf qilinmaydi, mushrik tavaf qilinmaydi, yalang'och tavaf qilinmaydi degan mushrik chiqadi. Shundan mushrik musulmon bo'lmaganlarning biri nimadan haramni qo'llab chiqarib o'tildi. Lekin asosan ko'p sodiq hammasi chaliq qolmaydigan deganimiz nima bo'ldi? Hammasi musulmon bo'lmadi. Musulmon bo'ldi. Bugun musulmon bo'lmagan aytsa, aytib keyin hammasi to'liq musulmon bo'ldi. Vel fitnetu, fitne degan gapning, fitne degan bu so'z adasizlik ma'nosi bor. Fitne deganning shirk degan ma'nosi bor. Fitne deganning fitne fasod degan ma'nosi bor. Fitne deganning azoblash, qiynash degan ma'nosi bor. Demak,
adətsizlik mənisi fitnə deyənlər. Həm də Musannif rahimehullah fitnə deyəndir ki, mənalarını içidim ya da şirk keltiriş degan ma'noni tanladı. Yani Allah'a şirk keltiriş, yani ulardan keltirilgan şirk, yani ulardan yüz vergen ulardan yüz vergen şirk eşeddu degan a'zamu minel qatl. Yani ularni haramda yoki sizlar bak bir çoğun avtı buna kadar çoğun sanap ketken ihramda urush haram kılıngan ayda ularni öldürüşten ularni kim bunda haramda bunda ulug' makanda turib Allohga shirk keltirganligi texmi nima? Cho'ng jinoyat. Chunki agar urush haram qilingan oylarda urush qilinsa, shu oylarniki hurmati dafsanda bo'ladi. Ammo Alloh taologa shirk keltirishchi Parvardigorga qilingan haqorat bo'ladi. Alloh taologa shirk keltirish degan Parvardigorga qilingan haqorat bo'ladi. Alloh taolo meni banda menga shirk keltirgandimmi cho'ng menga haqorat qilinmaydi deydi Alloh taolo. Anladın? Yani şu sebepten Allah Teala şirk keltirish haramda adam o'tganda yomon jinoyat. Va la tuqatiluhum indal masjidil haram. Endi ular bilan Masjidil Haramning qishida, ya'ni haramda. Yoki Masjidil Haram degani Ka'baning qishlam degani, bu haramning chegirisi, hududul haramning hammasi chiqadi. Bu haramning chegirisining ichida nima qilmoqlar? Yani indal Masjidil Haramning qish degan gap, ya'ni Masjidil Haramning atrofi, ya'ni haramda degan gap. Bütün haramning ichida ular bilan urushmoqlar. Qachon qadarsa hatta yuqatilukum fi. Ular sizlar bilan haramda urushmoqcha sizlar ular bilan haramda urushmoqlar. Fa in qatalukum fi. Agar ular sizlar bilan haramda urushsa faqtuluhum fihi. Ularni haramda o'tiringlar. Yoki faqtuluhum nimasi yoki nima degan bo'ladi? Faqatiluhum degan ma'noda. Ya'ni ular bilan haramda urushinglar degan bo'ldi yoki u haramda o'tiringlar deb musulmonlarniki ustunligini chiqarmoqchi emas. G'albisini degan bir gap chiqadi. Ular haramda o'tiringlar. Hamma g'albisini. Endi va fi qiraati va yana bir qiraatda bila alifin fil af'al salat. Mishadik uchinchi fiilda va la tuqatiluhum hatta yuqatilukum fa in qatalukum degan fiilning hammasida nima bilan alifsiz, ya'ni va la taqtuluhum min al-masjidil haram. Ularni Masjidil Haramning qishida o'tmanglar. Hatta yaqtulukum fi. Ular taki sizlarni Masjidil Haramda o'timigicha. Fa in qatalukum, agar ular sizlarni Masjidil Haramda o'tsa, ularni Masjidil Haramda o'tiringlar. Deb bunda faqat bunda qilibdi. Demak, o'tiringlar degan gap, ya'ni urushning sababini qilinglar. Ularni o'tirishning sababini qilinglar. Ularni o'tirishning sababi nima? Qilichdan urush, chepish, urush qilish. Endi demak, qanday bo'lsa ma'nosi nima? Urush qilish, jang qilish, jihad qilish degan ma'no chiqadi. Qanday qiraatda bo'lsin. Kazalika hamda mishada diqqat qilgan bir mazmun bor. Bu bo'lsa Alloh taolaniki masalan mush qavlidagi va qatiluhum hatta la takuna fitna. Nima? Alloh taolaniki va la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi degan bo'lsa, fa in qatalukum faqtuluhum deganni demagan bo'lsa-mu, aslida shuni ma'no chiqatdi. Lekin bu yerda Alloh taolo alohid uzun so'zladi. O'sha hukmni alohid tilga, ya'ni zamir keltirib qo'ysa yoki hadf qilsa bo'ladigan, qisqa keltirsa bo'ladigan, ya'ni Alloh taolo uzun so'zlab qo'ydi. Nimishqa ular bilan shu urush qilishning, kofir bilan urush qilishning naqadar muhim ekanligi, qat'iy ish qilib qolmasligi haqida shuni bildirmoqchi Alloh taolo. Tafsili bayon qilib berishmaydi. Kazalika, ya'ni ana shuningdek, ya'ni kofirlarni o'ltirilganga o'xshash va yurtdan chiqarayotganga o'xshashdir. Jazaul kafirin, kofirlarning jazosi. Kofirlarning jazosi shunda o'tirish, kofirlarning jazosi o'ltirilish va yurtdan haydab chiqarilishdir. Davatida. Xo'sh. Alloh taolo bu oyat karimada deydiki: "Fa in intahu fa innalloha g'afurur rahim." Agar ular o'ziniki shirkidan to'xtab, kufrisidan to'xtasa, yansa, yana musulmon bo'lsa, fa innalloha g'afurur rahim. Shubhasizki Alloh ularning gunohini mag'firat qiluvchidir,
ularga merhamet kılgıçıdır. Musannif rahimahullah bu ayet-i kerime tefsir deydi ki eğer ular intahu degan gap to'xtasa degan gap. Nimani to'xtasa, nimadan yansa desa, ya'ni kufrdan to'xtasa, aslida musulmon bo'lsa, kufrdan to'xtab, musulmon bo'lsa ular fa innalloha g'afurun lahum. Alloh taolo ularniki kufrni ibodat, shirkni ibodat gunohini mag'firat qiladi. Rahimun bihim. Ularga marhamat qilib, ularga jannat bilan mukofot beradi. Da'vatida. Xo'sh. Allah azze ve celle bu ayet-i kerime deydi ki وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Yani kafirler bilen ta ki hiçbir şirk bulmagan kadar, yani hiçbir şirk kalmagan kadar uruş kılınlar. Kafirler bilen hiç kandak bir şirk kalmagan kadar ve din fakat Allah'ınla boğan kadar uruş kılınlar. Eğer ular küfrüsüdün, şirkidin yenip toktap Müslüman bolsa فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Zalimlerden başkadan intikam eliş yoktur. Ya ki zalimlerden başka tecavüz kılış yoktur. Hoş emde malmışada Musannif rahimahullah dedi ki وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitne degan, yani ular bilan hiçbir şirk kalmagan kadar uruş kılınlar. Ve yekune din, yani din ne musannif ibadet deb tafsirladi. İbadetning hammasi fakat bir Allah'a, yalnız bir Allah'a bo'lgan kadar ular bilan urush qilinglar. Yani la yu'bad siwah degan Allah'tan başka ibadet kılınmaganga kadar ular kafirlar bilan urush qilinglar. Fa in intahu, agar ular shirkdan to'xtasa, fala ta'tadu alayhim. Ularga sizlar tecavüz kılmanglar. Ular tecavüz kılmanglar. Dalla ala hada fala udwana degan Allah Taola'nın ki, yani ular agar shirkdan to'xtasa, ular tecavüz kılmanglar. Ular urush başlamanglar, urush açmanglar degan bu gap, bu qavl neden tapdınız bunu dese fala udwana degan masdarning o'zi fala ta'tadu. Yani agar urushni to'xtasa, zalimlardan başqa urush etish yo'q, tecavüz qilish yo'q, ularga urushni boshlash yo'q degan Alloh taoloning mush so'zining o'zi nimaga dalolat qiladi? Fala ta'tadu alayhim degan javobga. Fa in intahu degan jumla shartiyaning javobiga dalolat qiladi. Fala udwana degan so'z dalolat qiladi. I'tidaan degan, i'tida yani qanday qilib tajovuz qilmoqlar, ya'ni ularni o'ldirish bilan yoki o'ldirishni asir elish, ularni o't qo'yib ko'ydirib, ularni vayron qilishgan har xil turli tajovuz qilish yo'q. Bu tajovuz kimga? Faqat zolimlarga bor. Va man intaha, yani o'zining shirkidan yenib, kufrdan yanganlar bo'lsa, falaysa bidan zolim emasdir. Fala udwan, uningga tajovuz qilish yo'qdir. Dedi. Allah Taala bu oyat karimada deydi-ki: "Eş-şehrul haramu biş-şehril harami vel hurumatu qisas. Femen i'tada aleykum fa'tadu aleyhi bimisli ma i'tada aleykum. Vettekullaha ve'lemu ennallaha ma'al muttaqin." Yani urush haram kılıngan ay. Yani sizlarniki ko'nglinglarda bu urush haram kılıngan ayda urush qilish ig'il cho'ng gunoh edi deb sanagan heliqi urush haram kılıngan ay bir shahril haram. Heliqi urush haram kılıngan ayga barabardir. Yani şu urush haram kılıngan aylarda ular sizlarni qo'g'lab chiqarib etgan. Şu urush haram kılıngan yerden ular sizlarni o'ltirib, urib, qo'g'lab chiqarib etgan. Yani demek şu vaqtida bu makanda urush haram kılıngan edi. Hozir bu makanda urush haram kılıngan. Vel hurumatu qisas. Yani hurumat degan hurmatini saqlashga tegishli bo'lgan, hurmatini saqlash vojib bo'lgan narsalarning hurmati dafsanda qilinsa, bunda ulug' haramda boshda haramning hurmati dafsanda qilinib, Allohning bandalari to'silib, aydab qo'lab chiqarib etilsa,
qisasun degan ism masdar bu yerda ism maf'ul, ya'ni muhtassun. Qisas ilinguchidir. Har qanday odam bu haramning hurmatini dafsandi qilsa, uningdan qisas ilinadi, ya'ni bilgi bir. U qanday qilgan bo'lsa, uni shunday agar haramda uni o'tgan bo'lsa, uni haramda o'tiriladi. O'xshash qisas qilinadi. Faman yatada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum. Kimki sizlarga mush ulug' haram turib, sizlarga kimki sizlarga tajovuz qilsa, uningga fa'tadu alayhi deganki, ya'ni uning sizlarga qilgan tajovuzi o'xshash ularning intiqom bilan qisas e'lon. Kimki sizlarga tajovuz qilsa, uning qilgan tajovuziga sizlar qilgan tajovuzi o'xshash nima qilinglar? Ularning qisas e'lon. İntiqam e'lon. Vattaqulloha va'lamu annalloha ma'al muttaqin. Alloh taolani qo'rqinglar. Shuni bilinglarki, Alloh taolo muttaqilar bilan birgadir, ya'ni muttaqilarga yordam bermoqda. Nusrat ato qilmoqdadir. Bu oyat karimadagi tafsirida Musannif rahimahulloh deydiki, ash-shahrul haram. Yani urush haram qilingan oy. Hemen deganda, ya'ni bu yerdagi ash-shahrul haram, ya'ni sizlar ko'ngilinglarda bu oy urush qilsak haram bo'ladi degan o'ylagan bu oy muqobilun bish-shahril haram. Ya'ni ular sizlarni bu oyning hurmatini dafsand qilib, bu oydan tatmatmasdan qolib chiqib o'tgan shu urush haram qilingan oy bilan o'xshashdir, barobardir. Ya'ni fakama qatalukum fi. Ya'ni xuddi ular sizlar bilan mush oyda, mush haramda urush qilgandek, urush qilgandak faqtuluhum. Sizlar ular bilan mush oyni o'xshidi urushinglar, mush oyni o'xshidi ularni o'tiringlar. Bu raddun, bu oyat kelma raddun listi'zamil muslimina zalik. Musulmonlarning urush haram qilingan oyda, ihramda, haramda turib musulmonlar kafirlarga ursa qanday bo'lar deb naydi bu cho'ng gunohi deb bu deb ayni cho'ng sanab ketganligi uchun olayda tushgan. Shuni raddiya qaytarib tushgan oyat bu. Qisas bizdan qiladi. Val hurumatu degan asl jamu hurma. Hurmatun ko'p shakli hurma. Hurma degan nima? Hurma degan ma yajibu ihtiramuhu. Uni ehtirom qilish, hurmat qilish vojib bo'lgan narsa. Ya'ni hurmat qilish vojib bo'lgan narsa, hurmatini saqlash vojib bo'lgan narsalar qisasun degan, ya'ni ayyuhtasu bimisliha idan tuhikat. Ya'ni hurmatini saqlash vojib bo'lgan narsalarning hurmati idan tuhikat, ya'ni hurmati dafsanda qilinsa, yuhtasu bimisliha qisasun degan, ya'ni muhtassun degan ma'noda, ism maf'ul ma'nosida. Ya'ni shu qanday dafsanda qilingan bo'lsa, shu dafsanda qilingan shu qirqning o'xshishi bilan qisas e'lonadi, intiqom e'lonadi. Faman yatada alaykum, kimki sizlarga tajovuz qilsa, ya'ni mush haramda turib, ihromda urush haram qilingan oyda sizlar ihrom tutsanglar, urush haram qilingan oyda tutsanglar, haram tutsanglar, sizlarga kimki tajovuz qilib urushni boshlab sizlarga urush qilib tajovuz qilsa, fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum. Ya'ni ulardan sizlarga qilgan tajovuzni o'qish bilan ulardan qisas e'lonlar. Endi bu yerda Allah Teala muqabalatahu degan faman yatada alaykum fa'tadu alayhi deb faman yatada alaykumga qarama-qarshi kelgan selishtirmasini i'tida deb atadi. Muqabalatahu degan gap, muqabalada bizni bir balog'at qoidasida muqabala deb bir qoida, muqabala. Ya'ni buni selishtirma. Ya'ni bir atasi mushakala deb ataladi, mushakala. Bu ikkisiniki arab lafzi o'xshaydi, ma'nosi boshqa. Lafzi o'xshash. Va makaru va makaralloh vallohu khayrul makirin degan edi kerak. Kafirlar hiyla nayrang ishlatdi. Alloh taolo ularningki hiyla nayranglarga nima qildi? Jazo berdi degan bo'ldi ma'nosi. Ya'ni lafzi o'xshaydi, lekin ma'nosi-chi o'xshamaydi. Buni deb atadi shu mushakala, muqobala deb ataladi. Ya'ni selishtirma. Buni selishtirildi, lekin selishtiriluvchi bilan selishuvchi ikkisi birbiriga o'xshamaydi. Lafzi o'xshagan bilan ma'nosi o'xshamaydi. Anda qazangan bunda tushunish babidan. Ya'ni miyadimda samma muqabalatahu i'tida li shabbihiha bil muqabil bihi fi as-sura. Al-muqabil bihi degan qasi ma atada alaykum nima? Faman yatada alaykum muqabil bih. Selishtiriluvchi. Fa'tadu alayhi muqabilisi uniki. Ya'ni selishtiriluvchisi. Qanday desa, nima uchun buni unga o'xshash atadi desa, li shabiha degan
Fa'tadu aleyhi nimaga yatada aleykumga surat jihati o'xshaydi. Kimki sizlarga tajovuz qilsa, sizlar ularniki qilgan tajovuzga o'xshash, ularni qisas elinglar deb. Biz qisas elinglar ma'ni etamiz. Lekin bu yerda yatada ikkinchi yatada degan fe'l o'xshash keldi. Labz o'xshash. Nima uchun buni keltirdi desa, chunki biz qisas olsak nima ish qilamiz? Ular bizni haramda o'tgan bo'lsa nima ish qilamiz? Haramda turib o'tiramiz. Agar biz haramda chiqayotgan bo'lsa, haramdan chiqib o'tamiz. Yana shuni deb ataldi, tajovuz deb ataldi. Biz shuni o'qishini qilamiz. Bizni tajovuz deb atalmaydi. Tilda tajovuz deb ataymiz. Lug'at jihat, lekin ma'nida-chu qisas elish, intiqom elish deb ataladi. Demakchi o'g'ri. Vattaqullah, Allah Teala'nın qo'rqinglar. Ya'ni fil intisar va tarkil i'tida, ya'ni intisar nima degan, intisar nima, intiqom degan gap. İntisara ala deb keladi, ya'ni intiqom degan gap. İntiqom elishda va dushmanlarni tajovuzni tark etishda Allohdan qo'rqinglar. Va alamu, ya'ni chekin oshib o'tmanglar, adolat qan bigi qilinglar, bigi ishkini qilmanglar. 5ta chiqdayni. Anni qulga qul, erga ergan bigi bi. Chiqi chiqqanga qan jonga jon. Oshib o'tishga bo'lmaydi qisosda. Va alamu, shuni bilinglarki Alloh taolo muttaqilar bilan birlidir. Endi bu yerdagi ma'iyya Alloh taolo billah desa bilmayotgan javob billah demen billah. Bu yerda bir makonda tushunishga bo'lmaydi. Alloh taolo muttaqilar bilan billah deb kelsa, Alloh taolaning bu ma'iyya xossa. Alloh taolaning ma'iyya ikki xil ma'iyya bor. Biri ma'iyyatu ilm, ma'iyyatu ihata. Alloh taolo o'zining ilmi bilan bütün narsalar billah. Alloh taolo bütün narsalarni bilib turdi, xuddi bilib turgandek bilib turdi. Anladın? Ma'iyya xossa-chu Allah Teala bildi sizden billah degani, ya'ni Allah Teala sizga yer yo'lakda bo'ladi, sizga yordam beradi degan gap ma'nosi. Shuning uchun musannif nima deyapti bu yerda? Ya'ni innalloha ma'al muttaqin. Alloh Teala muttaqilar bilan billah degani, ya'ni Alloh Teala muttaqilarga yordam berish bilan, nusrat ato qilish bilan billah degan gap. Ya'ni Alloh Teala muttaqilarga yordam beradi, nusrat ato qiladi. Onun için Allah Teala deydi ki ve enfiqu fi sabilillahi ve la tulqu bi aydikum ila tahluka ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah yolunda chiqim qilinglar. Yüzünlarni halokatga tashlamanglar. Yani Allah yolunda chiqim qilishdan bexillik qilib, yüzünlarni halokatga tashlamanglar. Ve ihson qiling, yaxshilik qilinglar. Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Yani yaxshilik qiluvchilarga savob beradi deydi. Musannif rahimahulloh bu oyat kelimaning kitob sirida deydi ki ve enfiqu fi sabilillah. Allah yolunda chiqim qilinglar. Yani Allah Teala'nın taati haqqida, jihad ve jihaddan boshqa ibadetler yolunda mali ibadetler chiqim qilishga mollaringlarni chiqim qilinglar. Aymay chiqim qilinglar. Üzmet ve la tulqu bi aydikum degan bi aydikum o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Mishadiki aydikum degan ma'nosi anfus degan ma'noda. Qo'llaringlarni halokatga tashlamanglar degan gap. Yani o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan bo'ldi ma'nosi. Yani chunki bu nimada bu majaz babidagi pochini so'zlar bütün iroda qilishini babdan. İnsanın ikki qo'li bütün insonga dalolat qiladigan bir yer. Anladın? Mana bu ikki qo'lim bilan qilishim desa bir odam ikki qo'lda qilish bo'lsa nima chiqqan bo'lsa, ya'ni men qilish degan bo'ldi. Arabniki endi qadim tat ishlatgan nima til qoidasi. O'zini o'niga nima ishlatish, qo'lni ishlatish. Anladın? Yani ba'daki velatluq bi aydikumdagi ba ziyada. Yani o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Ila tahluka degan halok ma'nosida, yani halokatga tashlamanglar. Qanday qilib? O'zini qanday halokatga tashlaydi desa, yani bil imsaki anin nafaqati fil jihad aw tarki. Yani jihadda jihadga ketadigan mali chiqimlarni, sarfiyatlarni chiqarishdan pul malonlarni to'xtatib olib, hisob qilib yoki jihadni tark etib yoki oz chiqim qilib yoki qat'iy chiqim qilmay yoki jihadni tark etish bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Nima ish qilsa? Li'annahu chunki jihadga degan faqatla molni, jonni g'alam chiqarganga jihad yurishmaydi. Kafirlar qarshi bu urush, bu kurash canni, malni chiqargan chaqda andan yurishidi. No mal ketadi, jon ketadi. Jonni g'alam chiqib, malni chiqarmay o'tirsanglar, yine düşman sizlarni g'olib keladi. Li'annahu
yakvil aduve aleykum. Yukavvi el aduve aleykum. Çünkü cihatını kılmaslık ve cihat hakkında pul mallarını çıkım kılmaslıkının üzeri düşmanlarını, sizlerge karşı düşmanlarını güçlendirdiği iş bu. Şunun için pul mallarını çıkım kılmay ve cihat kılmay oturup üzerlerine halaketke taşınmalar. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh şu ayet-i kerimenin manasını qasam içip durup bu ayet-i kerime cihat hakkında nazil bolgan. Yani cihat kılmay oturup aldık Allah hakkında. Üzerlerine halaketke taşınmalar degeni yani kafirler karşı hücum kılmay oturup kafirlerini qo'yib oturup halaketke üzerine taşınmalar degen. Bu da qasam içip turib ma'ni etgan. Bizmi şu aynı zamanda vaqtida şu Xitoy yengilligiga vaqtida bütün insan faqatla bir insanlar tashlab qo'ymay canını, malını çıkarıp baylab, mallarını, kuchu var, hem kuchlarını çıkarıp Xitoyga qarshi turib aynıda turgan bo'lsa, ular g'alaba qilishi 99%. Biz 99% g'alaba qiladi. Agar g'alaba qilmay shehidlab ketgan bo'lsa, hamma shehidlab ketgan bo'lsa, tugab ketgan bo'lsa, bu qulluq, bu azodlik, bu xayrlik bunda 90-80 yil tuzalib ketmagan bo'ladi. Aşağıda yüzünü hem böyle uğuş kılmay, yani uğuş kısım bir kısmı uğuş kılıp bayla pul mallarını belgülümeye aynı turvelip aynı kureşke Allah yoldaki bu azatlık kuruşuge bir yeterlik birlik, yeterlik pul mal, yeterlik kuş kuvvet bombalık için Xitayla hücum kılıp kirip yerimizni elib aldı, onun kenedin canımızını mı ep, yerimizni mi ep, işe gitip minip kanmaya hazır hiç kıynap oturdu. Anladın? Hani müşahede gibi ayet kelimeden üzerlerine halaketlik taşımana degen yani cihat kılmayı oturup pul mallarını cihat yolda çıkım kılmayı oturup üzerlerine halaket taşımana degen muşun ma'na hakikaten bu doğru ma'na biz Uygurların adıga zadi keldi muşun ma'na. Ve ehsinu degen yaxşılık kılana degen yani nefkat kılıp hak yolda pul mallarını çıkım kılıp ve gayriha ve ondan başka yaxşılık yollarını kılıp yaxşılık kılana innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Teala muhsinlarni yaxshi ko'radi degan, ya'ni muhsinlarga savob beradi. Men abay degendek, qanday edi? Allah Teala'niki yaxshi ko'radi yoki Allah Teala g'azab qiladi degendek, Allah Teala xafa bo'ladi degendek, har qanday bir oyat kelsa, Allah Teala xo'shlab ketadi degendek, o'shniki xo'shoq odam nima ish qiladi? Yaxshi ko'rgan odam nima ish qiladi? Yaxshi ko'rgan odam, yaxshi ko'rgan bizniki mahbubaga yaxshi ko'rgan odamga nimada chiqib turdi? Osmondagi oyni desa olib turdi. Ondan nimada chiqib turdi? Eng qimmat narsalarni biladi. Ya'ni demak shu sababdan Allah Teala muhsinlarni yaxshi ko'rdi degan, muhsinlarga Allah Teala marhamat qiladi, savob berdi, mukofot berdi deydi. Mana bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.